Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, kanalimiz a'zolari. Mana Qo'qondagi saxiy do'konimizdan Zobur 1105 mini traktorchamiz sotildi. Ko'rishingiz mumkin. Korobkalari 1100 korobka, katta korobkalardan qo'yilgan. Palovuz o'qlari mana 120 bo'ladigan original variantidan qo'yilgan. Orqasidagi frezalari 120 lik frezalardan qo'yilgan. Pichoqlari 15-20 sm bemalol freza qilinaveradi. Orqasida insholargacha bor, ko'tarib tushirishgani. Buni inson oldiga olsalaring, jatkani ko'tarib tushiradigan bo'lib, o'tiradigan qilib ishlatsalaring ham bo'laveradi. Xo'p. Orqa balonlar 614 lik balonlardan qo'yilgan, oldi balonlari 512 lik balonlardan qo'yilgan. Motorlari o'sha 1105 motorlardan qo'yilgan. 3 ta remey orqali harakat qilinadi. Akkumulyatorlari katta akkumulyatorlardan qo'yilgan. Damazda akkumulyatordan emas, Damazda akkumulyatordan ham katta akkumulyatorlardan qo'yilgan. Xo'p. Bunimiz mana Farg'onaga, Chimyonga sotildi akalar. Manzilimiz Qo'qonda, saxiy do'koni, ko'pchilik biladi. 1105 texnikalarimizdan ham bor akalar. Bulardan katta korobkasidan ham, kichkina korobkasidan ham olib kelib qo'yganmiz. Boshqa turdagi motobloklarimizni ham har xil variantdagilardan olib kelib qo'yganmiz. 7 ot kuchlidan boshlanib, har xil turdagi motobloklarimizdan bor. Kimga shunaqa motoblok, drablika, suv nasosi kerak bo'lsa, bemalol Qo'qondagi saxiy do'koniga murojaat qilsalaring, optim narxlarda kelishtirib qilib beramiz. 1105 larimizni ham kelishtirib optim narxlarda qilib beramiz. Narxlari ancha arzonlagan akalar, oldingi narxlar bas, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Manzilimiz Qo'qondagi saxiy do'koni.